Tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 12-dekabrdan 15-dekabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 14-dekabr kuni yomg'ir yog'ishi mumkin. Yomg'ir qorga aylanadi. Tuman tushib turadi. Respublikamizning qolgan hududlarida, ya'ni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli. 12, 13, 14-dekabr kunlari yomg'ir yog'ish kutilmoqda. 15-dekabr kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi, tuman tushishi kuzatiladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli. Faqatgina 14-dekabr kuni yomg'ir yog'ish kutilmoqda. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli. Faqatgina 12-dekabr kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 13, 14, 15-dekabr kunlari yomg'ir yog'ish kuzatiladi. Tuman tushishi mumkin. Sharqdan shamol sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-dekabr kuni 4-9 daraja iliq, 13-15-dekabr kunlari 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 12-dekabr kuni 11-16 daraja iliq, 13 hamda 15-dekabr kunlari esa asosan sovuq bo'ladi, 5-10 daraja iliq bo'lib turadi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, vaqti bilan yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 13 hamda 14-dekabr kunlari kuchli bo'lishi kuzatiladi, tuman tushib turadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 1-6 daraja iliq bo'lib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.